Ularga bermaydi, yo'q, bermaydi. Ha, shuning uchun sizga to'g'ri kelmadi deb gapirish bunaqa o'rtaga chiqib olib odamlarni aldash ularga emas-da. Shuning uchun men biroz to'g'risini aytib beraman, bo'ldi. Humoya, qarang-ku. Nima deysiz sizga? Siz bilan endi esingizda bo'lsa 2019-yil shu Qodirxon bir olib kelgan edi, bilasizmi? Humor endi birinchi urushgan paytimizda birga yashagan edik, esizdami? Esimda hammasi, esimda. Shu ash paytda taniganman, esimda bo'lsa, undan oldin tanishardik, ash paytda yaxshi tanishgan. Undan oldin bor edi Salom Ali, shu yerda yaqin bo'lib ko'rishib, gaplashib, bunaqa bo'lgan. Endi uka, qarang. Men sizga просто konkretniy qilib ochig'ini aytib ber. O'zbekistondagi MMA bayslarini bilasiz? Ko'pgina MMA bayslar bor O'zbekistonda. Men sizga yaxshi tushunib oling deb aytyapman. Yo'q, tushunyapsiz. Bunaqa demasdan. O'zbekistonda 1000 ta bays bor, to'g'rimi? 1000 ta baysda men yaxshilari bor, siz yaxshilaringiz bor, boshqalar yaxshilari bor. Hammasidan bir xil emasmiz. Lekin meni yoshim уже MMAda eng kattasi bo'lib qoldi hozirgi vaqtda. Shuna Mahmud Murodov bilan уже bizni yoshimiz, yana bir ikkita asha oktagonda urushib yurgan, ana anjonliklar chiqalardi, yoshi уже katta bo'ldi. Bizniki уже yoshimiz katta. Biz уже 20 yosh, 25 yosh, 26 yosh, 18-19 yangi chiqib yurgan bolalarni mabodo nimadir deb gapiradigan bo'lsak ham, biz ular bilan tortishib o'tiradigan xonamiz qolmadi-da. Tushundingizmi? Agar rezultat bilan maqtanish kerak bo'lsa, men biror marta rezultatim bilan maqtanmaganman, lekin o'zi biladi. O siz ham yaxshi bilasiz, nimalar qilganimni, qaytalar urishganimni, nechta urishganlarim ham yo'q. Shuning uchun uka qarang. Agar mabodo sizda menimcha adashmasam 25-26 ga kirdingiz-da endi. 27 ga. 27 ga kirdingiz, yosh bola emassiz. Lekin sizlarni pokoleniyalaringiz endi rivojlanib chiqyapti. Shuning uchun uka mana shuncha odam 5000 ta odam deb aytib yuri. Akalar, agar bu bola menga gapirsa yoki bu bola menga gapirsa, ismimni aytib gapirsa, keyin tashlaylar. Agar bu birorta hozir eshiting. Agar bu hozir birorta video qilib chiqsa, manaqa qilding, unaqa qilding, bunaqa qilding deb chiqsa, tashamanglar. Nimaga aytsanglar, men bilet 2-3 ta bolam bor. Men bilet yoshim yaqinda katta bo'lib qolganman. Men bunaqa yosh bolalar bilan o'ynash degan maqsadda emas, hammaning o'zini pokoleniyasi bor. Agar men gapirayotgan bo'lsam, qaysidir MMAchiga общийga aytyapman. Qaysidir MMAchiga u putimdan kelib chiqib, yo noto'g'risini aytaman, yo to'g'risini aytaman, yaxshi kelyaptiganini aytishim mumkin. Shuning uchun yana sizga aytaman, uka, qanaqadir efirda gapirib tursangiz, men gapirishim mumkin boshqalarga. Общийga qanaqadir gapirishim mumkin. Lekin yana bitta narsani bilib qo'ying, общийda aybi bor odam gapirib chiqadi-da, bitta gapni gapirsa, ashig ish o'ziga to'g'ri kelganligi uchun gapirib chiqadi. Yo'q, aka, ko'pchilik qo'rqqandan gapira olmaydi desangiz, hozir O'zbekistonda odamdan qo'rqmaydi-da. O'zbekistonda bilasizmi, yosh kattadan kichik farqi yo'q bir-biriga. Uje birov-birovda qo'rqadigan joyi qolmagan. Shuning uchun meni kattaligim uchun, yo uni kichkinaligi uchun gapiryaptiman. Sizni gaplaringizni menga jo'natyapti, aka, bu Humoyin mana qilyapti, o'zidan ukayapti. Menga bir ikki endi nechtasi bo'lsa ham bu menga aytib gapirgan yo'q. Agar menga o'zi kemayapti, aka, o'sha chap turgan o'zi kelsin-chi bitta mana sani mana siz bilan meni o'rtamda adovat qo'zg'atgan odam kim bo'ladi, aka? Adovat kim bo'ladi? Hozir siz bu rasmlaringizni meni gaplarimga qo'yib turgan kimlar? Mas blogerlarda aytmayapman. Soni gapov bo'ladi. Hozir mana gapirishing Hamzat Chimayev YouTube yurganda biladi. To'g'ri. Kecha bo'yini solishtiring. Birinchi raundda Hamzat Bosoluvdi, Arena Hamzatni baqiryapti. Ikkinchi raund tagiga tushmasa Stricklandni baqiryapti. Ya dalboyoq bular. Shuning uchun menga oshiqcha qarang. Menga uka oshiqcha gapirmayman. Men birovga oshiqcha gapirsam, ash odam oshiqcha atib qaytarsa, unda to'g'ri keladi. Birovga oshiqcha gapirmayapman, men egasini tutib, shuning uchun hozir aytyapman. Menga hozir gapirganingiz yo'q. O'zim bundan keyin ham dalshiyam. Men ham hali bitta odamni Humoyinda duxi yetsa, shunga chiqib urishsin. Duxi yetmasa, bular duxi yetmaydi deb hali bitta odamga otini aytganim yo'q. Duxim bo'lmaganda bunaqa o'zimni telefonlarim pokoleniyam ichida bunaqa yurmasdim. Hech qayerda man zadni yoqib yo biron joyda. Haqiqat bor, bunaqa narsa bo'lmagan.
menga do'q to'g'risi gapirmang uka. O'zingizdan o'zingiz yaxshi bilasiz-ku aka. Meni ham yaxshi bilaman. Kerak yo'q. Ha, yaxshi bilasan, yaxshi bilamansiz. Endi bitta gapirdingiz, men gapiray aka, qarab turing. Mana primoy efirga umrim davomida ulanmaganmiz, bir-birimizga mana endi ulanibmiz. Mana shu odamlarda sizga aytayapman aka. Men dadam, onam menga shunaqa tarbiya bergan. Men o'zimdan ko'pdan hurmat qilaman. Aka, qachonki u meni yosh deb izzat qilsa, behurmatlik qilsa yo boshqa narsa qilsa, men hech qayerda jim turmaganman. Sizga hech qachon meni ichimda, mana imенно Nursultonda orqasida mana shu yerda shunaqa gapiribsan, mana shu yerda shunaqa bir g'iybatingni bilaman deb mani shuni biron joyda keltirib bersa, nafaqat siz, boshqasini ham. Kim meni orqamdan gapiradi-yu o'zi, любой joyda o'tirib tursin. любой joyda ushlaganman. Men agar meni orqamdan gapirgan bo'lgansa, men 2 minutda o'zim sizga telefon qilib topib olaman. Bo't aka. Endi sizga hech qachon meni orqangizdan biron joyda sizni taniydiganlar hammasini Qo'qondan tanib bilasiz. O'zingiz kelgansiz, turnir o'tkazganimda 2021-yil. O'zingiz kelgansiz, Qo'qon vobshe boshqacha hali muhabbat bilan kutyapman. Endi qarang. Meni o'zim gapirib olay endi oxirigacha aka. O'zim ichimda gapiring. Eshitdim, bitta ham bunaqa bo'lganim yo'q. Qarang aka. Siz bizni haqiqatda MMA da hozir eng yosh kattalarda Mahmud Murod urushib yurganlarda. Siz Mahmud Murodov qo'ygan. Men shunaqamanki, hech qachon siz indamasizlar, bitta bu jinni bunga indamayman deb o'tib ketsa, men indamasdan qolmayman. Siz uchun naborat unda siqir hurmat qilgin deb gapirib qo'yaman o'sha odam. Yosh kattadan hurmat qilishni yaxshi bilaman aka. bitta ikkita o'zingizga lichkadan yozib qo'yaman aka. Noto'g'ri gapirib, orqamdan aka, bitta joyda gapirib qo'ygan yoningizdagi bratishkalaringiz aka, meni ro'paramdan bitta ikkita joyda chiqib turib, hali qaramaganga olib o'tib ketyapti-da. Siz yoningizda yurmagan, bilamanman. Meni bratishkalarim yo'q. Meni bratishkalarim to'g'rilamaydi aka. Meni bratishkalarim yo'q. Meni bratishkalarim hozir men kechga, men sizga qo'pol qilib aytay, men aloqamni uzib olganlarim bilan yuribsiz. Agar oldin bratishkan bo'lsa, mayli. Yo'q. Aloqangizni uzib olganlaringiz bilan to'g'ri aka-ukadirman. Ular boshqa, ularga o'zim gapirib beraman. Meni aka bratishkan bor. 4 dona bratishkan bor. Endi ba'zingizda bala ko'p-ku aka yoningizda. Dalamda bola yo'q. Hammani bratishga qo'yibdi. Men o'zingizga lichka yozib qo'yaman aka, bunaqa tema bo'libdi. Shuni noto'g'ri aka orqadan gapirmasin. Ko'p joyda to'g'ri kelib qolyapti. Yerga qarab, ana qarab o'tib ketyapti. U yarashmaydi erkak kishiga gapi bo'lsa, mana men Qo'qondaman. Kelib zalimni biladi. Shuni kelib turib, men topib, senda shunaqa meni ichimdan bir nima g'ulg'ula o'ynayapti desa, men o'shanga yaxshisiz kirgizib beraman. Sen bu siz bunaqa narsalarni menman. O'zingiz ko'rib, meni bratishkalarim, meni 4 dona bratishkam bor deb o'zingiz so'rab oling. Menga kimdir shunaqa desa, men o'zim so'rab olaman. Shuning uchun siz o'zingiz so'rab olavering undan. To'g'ri. Sizga hozirgi temamizga keladigan bo'lsak, aka, men mana siz o'sha MMA ni eng kattasi bo'lib qoldim deyapsiz. Men masalan O'zbekistonda bayroq ko'tarib turgan bo'lsam, mana shu kungacha aka, mana oktagonda ham urushganman, nayzada ham, hamma yo'g'ida siz aylanib chiqqan joylardan biz orqangizdan ketyapmiz-da endi sekin. O'sha siz ko'rib chiqqan. O'sha yerdan bir so'm pul olmaganman hali. Mengachi kim aytdi pul yo'qdi? Kim aytdi pul yo'qdi? Men hech qachon pulni ustun qo'ymaganman. Men uchun bayrog'im birinchi o'rinda aka. Men hech qachon misol jangni men qabul qildim deb turib, bironta organizatsiya chiqsa 1 million dollar desam, hech kim to'lamaydi. 100 ming desam, hech kim to'lamaydi aka. Nerealli summani aytib olib, jangdan zadni yo'qaygan bala basman. Mana bu to'xta bo'ldi shu joyda. Mana mashina narsa uchun, mana mashina narsani mana bunaqa katta pul yo'q. O'zi pul uncha yo'qligini hamma biladi. Bular odamlarni bilib turib yo'qmaydi. Uchun organizator mana masalan oktagon liga bilan meni o'rtamda uzilgan, oldin bo'lgan, hech kim urushmaganda borib urushganman o'sha oktagon ligasida. O'rtamda o'sha tushunmovchilik bo'lgan, to'g'rirog'i ligani prezidenti Nuradin menga behurmatlik qilganida men srazi stopini bosib, tochkasini bosganman. O liga bilan meni svязim qolmagan ekan. Menga boshqa ligalar, masalan, qanaqa kontraktga interes qiladi deganim, masalan, glavniy boy, hurmatingizni qilgan joyda urishasiz-ku, to'g'rimi aka? Hurmatingizni qilmasa, organizatsiya sizga bu nimani qilmasa, bo'pti, короче, всё. Organizatsiyangga ham, o'zingga ham deb tashlab chiqib ketib olasiz aka. Men shu ma'noda aytdim, kontrakt menga interes qiladi. Chunki sen menga vizit tashlayapsan dedim. Men xudo xolasa aka, Humoyun sifatida aytyapman sizga, hech qachon
biroq unga borib urushaman deb qo'yib turib, orqaga zadni yo'q yuboring, xudo xolasa yutqizsam ham urushaman o'shan bilan oxirigacha. Shuning uchun men bilgan narsam to'g'risida gapiraman. Men bunaqa kontrakt-pantraktlar to'g'risida bilmadimmi, gapirimmi? Men hozir bilgan narsam to'g'risida gapirdim. Tushundingiz-a? Sizni kontraktingizni, qaysi ligadaligingizni men hali bularni bilaman. Men aytgan bo'lsam, aytdim. Hammasi hozir men boshi gapimdan qaytibman. Nima deysiz? Uji gapirdimmi? Gapirdim. Bo'lgan narsalar to'g'risida gapiryapman. Men bo'lgan narsalar hammasi mani videomni qilib turib, to'yanon mani videomni qilib turib, sizni gapingizni qo'yib turib,